xalqimiz suygan Leap Motor C16 oilaviy kattagina mashinamizni ko'rib chiqamiz. Bu yerda xo'p, oq rangi, oq qora puning qilib qo'yganmiz. Bu yoq tomonda mokriy rangi. Mashinamiz bundan tashqari oq, qora, siyoh rang, tilla qo'ng'iz rang, yashil rang deymiz. Yashil rangi, mokriy asfalt rangi va qora rangi ham bor. Ularni ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Xo'p, mashinani ko'rib chiqamiz. Mashinamiz restyling mashinamiz 2025 dan ba'zi farqlari bor. Shu gapirib o'tamiz. Xo'p, nima bo'pti? Bizda ko'paytirilyapti, sensorli kameralar ko'paytirilyapti. Bilamiz 25 ta faqatgina bir dona kamera bo'lsa, bu yerda bir dona kamera bo'ladi. Bu yerdan hozir qo'shimcha kameralar ko'paytirilyapti. Undan tashqari lidar, usulli lidar qo'yilyapti mashinamizga. Ruchkalarimiz bu yoqqa chiqadigan bo'lgan. Oldin bosib chiqardik, ruchkalarimiz bu yoqqa chiqadigan bo'lgan. Ko'rib chiqamiz. Salonimizdan ham ikki xil rangi bo'ladi. Apelsin rangi va tomli ham baqlajon rang deymiz, qora salon deymiz. O'shani ba'zi siyoh rang ham deyshadi. To'q rang, baqlajon rang bo'ladi. Mashinamizni qo'l ostimizga xolodilnik qo'shilgan. Xolodilligimiz -6 +50. Ya'ni bu degani ham isitadi, ham sovutadi. Juda ham qulay bo'ladi. Xohlagan paytimizda isitib, xohlagan paytda sovutishimiz mumkin. Bu yerda esa qo'l ostiga 5 zaryadkamiz qo'yilgan. 5 zaryadkamiz o'zini aqlash rejim bilan 2025 da 20 kilovatlik edi. Bunda restyalingimizda 50 kilovatli 5 zaryadka qo'shilgan. Mashinamizni 14.6 dyumli kattakon monitor qo'yilgan. Monitorda ham qotib qoldi degan narsalar yo'q. Mana ko'ramiz, bemalol ishlatishimiz mumkin. Uni ustiga restyling mashinamizga ingliz tilini ustunovka qilishni boshlaganmiz. Mashinani ingliz tilida, rus tilida qilib, choliq qilib beramiz, programmalarni ustunovka qilib beramiz. Xo'p, mashinani ko'radigan bo'lsak, eng asosiysi mashinada unaqa orishcha qiyinchilik yo'q. Ya'ni bagajni bosyapsiz, bagaj ochilyapti. Oynani bosyapsiz, oynani qoplab qo'yasiz, ochyapsiz. Eshiklarni ochib yopishlarimiz, polni hammasi shu qo'l ostida bo'lgan. Ochdik mana bagajimizni, yana qayta yopibmiz. Ya'ni og'irgarchilik yo'q. Uni ustiga akustikasida kanzel zali ham bor. 21 ta kolonka. O'tirganingizda kinoteatrda o'tirganda maza qilib o'tirasiz. Kimdir oldingizda gapiradi, kimdir uzoqdan gapiradi. Shu narsa juda ham odamga приятный bo'ladi. Bu yerda Face ID'lari bor. Xo'p, ko'ramiz. Salon patsyotka, 4 ta zenamizda Abduf Abagrev massajichi bor. Ko'rib chiqamiz bu yoqdan. Yaxshi bu yoqdan ko'raylik. Mana bu yoqdan oq mashinamizdan ham ko'raylik. Mana bu yoqda bilamiz, mashinamizni 2 ta qatorlik, 3 ta qatorlik qilishimiz mumkin. Agarda 3 ta qatorlik qiladigan bo'lsak, shu holatda bo'lishi mumkin. Agar 2 ta qator qiladigan bo'lsak, orqa qator kerak emas bo'lganda 2 knopkani bosib olamiz. Zinlarimiz yig'ilyapti. Yig'ilib orqaga o'tadi. Mana. Gipslashdi. Agarda mashinamizni deylik, misol uchun 4 kishi emas, 5-6 kishilik bo'lib qoldi. Misol uchun, u paytda bemalol misol uchun 3 ta qatorlik qilishimiz mumkin. Knopka 3 bosamiz, bosganimizda bu yo'la ham kenga. Agar oldi o'rindiqda odam o'tirgan bo'lsa, bu mashinlarimizni umumiy sizini deymiz, ya'ni odam o'tirgan bo'lsa, bu qo'zg'alib ketmaydi bu. Odam yaqinlashsa jipslashtirib qo'ymaydi. Undan tashqari buni Abduf ham, Abagrev ham avtomat tarzda ishlaydi. Ko'pchilik yana bitta savoli, orqa qator, delsiga qator, orqaga o'tishga noqulay deyshadi. O'shaning uchun bitta o'zim o'tib ko'rsatib beraman. Xo'p, bismillah. O'tganimizda mana bundan ko'raylik. Oyog'im tegmayapti, misol uchun o'tirganda bemalol o'tirsa bo'ladi. Eng qiziq joyi orqani o'zida alohida o'zini klimat kontrol, ya'ni konditsioner tepadan, ikki tomondan va oyoq ostidan. Bu yerda qo'l qo'yadigan joylari, podstakanlik, Type-C, USB. Orqani o'zida alohida sharoit bor. Orqa ham juda ham o'tirib ketishga juda ham qulay. O'tirganda hech qanaqangi faqatgina yosh bola sig'adigan narsa yo'q. Bemalol katta odamlar o'tirib ketsa bo'ladi. Bu o'tirganimizdan keyin mana shu holatda keladi. Agarda oldini ochib ko'rsatib beraman, mana qiziq savol bo'lishi mumkin. Agarda odam o'tirgan bo'lsa, ezib qo'ymaydimi degan savol bo'lishi mumkin. Ochib ko'rsatib beramiz mana. Eshigimizni ochganimizdan o'zida zenamiz orqaga o'tib, odam o'tirish uchun qulay sharoitga kelyapti. Mana qayta o'tganimizda bo'ldi, o'zining holatda turadi. Yana qayta ochishimiz mumkin. Bu narsani ham ligirovka qilishimiz mumkin. Bularning zenasi, umumiy zena, rullarimiz ham umumiy, ya'ni qish kunlari o'zini o'zi avtomat tarzda o'zini o'zi isitadi. Yoz kunlari mashina o'tirdingiz, obsada olib ketdi mashina, o'tirdingiz, o'zini o'zi sovutadi. Mashinamiz juda ham aqlli. Maza qilib haydasak bo'ladi. Xo'p, balolarimiz 21 diskali.
orqadan ko'rganda ham lina shinasini beradi mana. Qimmat mashina shinasini beradi. Ya'ni juda ham chiroyli. Bagajlarimiz ham kerak bo'lsa agarda o'zini bagaji rostini aytganda nisbatan torroq bo'ladi. Mana shu holatda bo'ladi. Agarda kerak emas bo'ladigan bo'lsa, oldini bemalol tushirib qo'yib turib, katta bagaj tarzida ishlatsa ham bo'ladi. Mana bu yerda уже 500 litrdan oshuv bizda hajm bagaj paydo bo'lyapti. Bemalol mana bu yo'ldan boshqarsak bo'ladi. Xo'p. Mashinamizni full nastroyka qilib, YouTube'larni uстановка qilib, programmalarni uстановка qilib, rus tili, ingliz tilini to'g'irlab, bonuslarni qo'shib, bonuslariga pul, tonirovka, yostiqcha, xudo xolasa qo'shib bersak bo'ladi uni ham. Oyoqda yaxshi poligimiz bor. Poliglarni qo'shib beramiz. Mashina programmalarni uстановка qilib, navorot qilib, chiroyli qilib chiqazib beramiz. Faqat duo qilasizlar. Telefonimni qoldirib ketamiz. Telefon o'qisanglar, shaxsan o'zim aloqaga chiqaman. Mashinamiz bor, naqd bir kunda ishlab bitadi. Salomat bo'lamiz.